O'g'lim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz bolam? Dada, nimaga bugun amma moshdan sotib tashladingiz? Sotdik o'g'lim, Instagram obunachilarimiz uchun sotdik anchagina moshin. Obzor qilishga ham ulgurmadik. Kobul ikkita uchta parcha kobul sotdik. Endi bir moshdan obzor qilib ko'rsating. Qolgan moshlarmi o'g'lim? Ha. Obzor qilamiz, tamom. Qaysi biridan boshlagay? Kobultdan. Kobultdan Gentra'dan boshlaymiz Boshla. 23-24 Gentra'miz qap-qara, probegi juda oz. Xo'sh, metan gazda hamma ishlar qilingan avtomat. Tan narxi 13200, 23 ga 24. Xo'sh, navbatdagisi mana Kobultimiz 16-yil. Barcha navodlari qilingan, shumka, rul bar, hamma ishlar bo'lgan, kolonka, usultil, balon. Xo'sh, narxini 8500 aksiyonga beramiz taqqalgani. Avtomat, antikvarni Sparkimiz, Ravon brendda 55000 probeg. Hamma ishlar qilingan, 4 ta yaxshi balon, metan, nima navrot qilish kerak bo'lsa, barcha avtomashinamizda qilingan navrotlari. Xo'sh, narxi 8500 aksiyonga beramiz, 8500. Keyingisi Kobultimiz, xo'sh, avtomat 24, probeg juda oz, kraskalari top-toza. Bemalol ustalar bilan kelib, tekshirib olaverasizlar. Narxini 12000 aksiyonga beramiz. Kreditga oluvchi akalarimiz uchun 2000 dollar bilan bitta pasport evaziga qilib beramiz. Mana uni 1200 dan chiqarib beramiz. Bitta pasport evaziga 1200 dollar bilan. Xo'sh, Kobultimiz 13-yil, mexanika, ikkinchi pozitsiya, narxini 6600 ga kelinglar, olib ketaveringlar. Instagram obunachilarimiz uchun yaxshi avtomobillarni qo'yib borishda davom etamiz. Mana bu tomonda ham mashinalarimiz ko'p edi, sotib tugatdik. Bitta uchta Kobul sotdik, 515 Kobultimiz bor edi. 008 boshqa yana yangi mashinamiz bor edi, Kobul sotdik, obzor qilishga ulgurmadik. Damasimiz 3000 kilometr yurgan, metan gazda polish hol hamma ishlar qilingan. Narxi 7700 AQSh dollarga beramiz. Nexia uchimiz ham olinglar 7700 ga, hamma ishlar qilingan. Qonun navrotlar bilan. Gentra'miz barcha navrot qilingan, qora GBO 22 avtomat, Luke ABS, nima navrot bo'lsa hamma ishlar qilingan. Amerikanka ultra deysizlarmi? Keramika, shumka, rul bar. Narxini 13700 ga kelinglar, olib ketaringlar, 13700. Navbatdagisi ham avtomat 23, 13200 olinglar, avtomat aksiya. Keyingisi ham 23 avtomat 13200 kelinglar, olib ketaringlar. Navbatdagisi ham 23 avtomat Luke ABS, hamma ish qilingan. 45000 probeg, narxi 13800 ga kelinglar, olib ketaringlar, 13800. Keyingisi ham 13800 ga olib ketaringlar, avtomat qora. Xo'sh, Gentra'miz 23 mexanika 20000 probeg. Amerikanka ultra original, nima navrot bo'lsa hammasi qilingan. 20000 probeg, 11200 ga olib ketaringlar, tamom aksiya. Sparkimiz 22000 probeg, olinglar, olib ketaringlar, 7500 ga olib ketaveringlar. Nexia'miz 2006 Fons Tramblor, hamma ishlar qilingan, purgovoy shumka, motor hadovoy zo'r, narxini 2009 ga kelinglar, olib ketaveringlar. Matsamiz, rul bar, kolonka, metan, motor xatolari zo'r, 12-yil. Narxini 3200 ga qilib beramiz. Kelinglar, olib ketaveringlar. Endilikda xudo xolasa Instagram obunachilarimiz uchun ko'pchilik kommentariyada yozishyapti. Spark so'rashyapti, Matiz, Ravon avtomat, Spark avtomat. Xudo xolasa bugun biz yo'lga chiqib ketamiz Toshkentga. Nasib bo'lsa, barchasidan bo'ladi. Spark so'ragan uchun Spark, Ravon so'ragan uchun Ravon, Matiz so'ragan uchun Matiz. Barchasidan xudo xolasa olib kelamiz. Avtomat qora Gentra'larimiz ham keladi. 23 Luke ABS ko'pchilik so'rayapti. Probeg oz yurganlardan, shulardan ham xudo xolasa Instagram obunachilarimiz uchun bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom eting. Instagram obunachilarimiz uchun yaxshi avtomatlarni keltirishda davom etamiz. Barchalaringizni avtosalolimizga kutib qolamiz. Adresimiz o'sha. Buxoro shahridan kelaverishda birinchi karjoga yetmasdan turib, o'ng qo'lda, chap qo'lda joylashgan. Qorako'l tomonga kelsa, shunday Karmashkada o'tsam ham o'ng qo'lda joylashgan. Barchalaringizni avtosalolimizga kutib qolamiz. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kelaverasizlar.